Assalomu alaykum jigarlarim. Hamma zo'rmi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Jigarlar, bilasizlar, bizlarda hozirda 15 ta, 14 ta ishonchli sayt bor. Xudo xolasa men sizlarga hozir 15-sini tavsiya qilaman. Kundan kunga bizda ishonchli saytlar ko'payib ketyapti jigarlar. Bu degani biz uchun plus, yaxshi degani. Xo'p, lekin oldindan aytib qo'yay, bu sayt manzili har doimgidek video opsiyasida Telegram video kommentariyasida bo'lmaydi jigarlar. Nimaga desalaringiz, meni bitta video roligimga jalbi tushibdi, shuning uchun men u jalbini olib tashamaguncha do'stlar videolar tagiga silkani qo'ya olmayman. Shuning uchun hamma tushungan holda kimga sayt manzili kerak bo'lsa, shunday Telegram kanalimga o'tasizlar. Albatta Telegram kanalimdan topasizlar sayt manzilini jigarlar. Mabodo topa olmaganlar shunday lechkamga yozsalaringiz через Telegram, albatta sizlarga o'zim eng ishonchli saytlarning manzilini hammasini shunday ushtirib yuboraman do'stlar. Bemalol kirib gazini bosaverasizlar. Gapni qisqasi do'stlar, eng ishonchli saytlarni tavsiya qilish bizdan, sizlardan faqat like, podpiska. Tamom, video rolikni boshladim. Va jigarlarim, mana ekranda ko'rib turganinglardek, bu bizning 15-ishonchli saytimiz jigarlar. Bu saytda oldin ham tavsiya qilgan edim do'stlar, lekin unda pul chiqarilmagan edim. Shuning uchun hozir pul chiqarib ko'rdim, uje to'layapti. Pul chiqarish sal boshqacharoq ekan. Shuning uchun do'stlar, hozir hammasini ko'rsataman video rolik davomida. Albatta shunga qarab harakat qilaverasizlar jigarlar. Xo'p, birinchi navbatda saytga kirib olishimiz kerak, ya'ni ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Do'stlar, yana bitta narsaga e'tibor beringizlar. Bu yerga nima deb yozib qo'yibdi do'stlar? Каждый час мы раздаем до $6 deyapti jigarlar. Bu degani biz bu saytda har soatda $6 pul ishlashimiz mumkin. Sarmoyasiz. Vashshe bu degani ajoyib degani, lekin hozir batafsil ko'rib chiqamiz nima bo'lyapti bu yerda jigarlar. Lekin bundan uje men pul chiqardim $5. Qarangizlar, birinchi navbatda biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak, ya'ni zaregistratsiya degan joyga kirib, bu yerga albatta imya, elektron pochta, parol и еще раз parol, o'sha parolni qaytadan yozamiz и kod referal не обязательно. Короче, nima deydi? Silka bo'yicha kassalaringiz o'zi nima bo'ladi? Bu yerga hech narsa yozmaysizlar, silka bo'yicha kassalaringiz o'zi yozilgan bo'ladi. Так что jigarlarim, так что nima deydi? Masalan, hamma narsani to'ldirib turib, keyin zaregistratsiya degan yozuvni bossalaringiz o'zi albatta nima deydi? Ro'yxatdan o'tib kirasizlar saytga. Xo'p, men endi saytda o'zi kirib bo'lganman saytga. Shuning uchun men mana White degan joyga kirib, sразу o'zimni elektron pochtam bilan parolimni yozib turib, bu yerga прямой kirib ketaman do'stlar akkauntimga hozir. Так что jigarlar, mana akkauntimga kirdi. Xo'p, e'tibor beringizlar, bu ham xuddi shu Pik saytlari King saytlariga o'xshagan sayt jigarlar. Bunda ham har soatda kiramiz do'stlar. Har soatda kirib, mana eng pastda kapcha turibdi. Menda avtomatik terildi kapcha. Kapchani terib turib, mana получitni bossam jigarlar, menga qanchadir summa berdi. Mana e'tibor beringizlar, qanchadir USD berdi, ya'ni dollar berdi jigarlar. Juda ham kam berdi. Kam berganini sababini aytib o'taman. Bu saytda ham urun degan narsa bor jigarlar. Urunimiz qancha baland bo'lsa, bizga har soatda shunchaki kapcha terganimiz uchun shuncha ko'p pul beradi jigarlar. U degani, mana e'tibor beringizlar, bu $6 deb bekorga aytmagan. Mana bu 8-urun, ya'ni master. Eng oxirgi urunga tushib kelsak, bizga har soatda kapcha terganimiz uchun $6 pul beradi. Lekin masterga chiqish bu uncha-muncha oson ish emas do'stlar. Depozit qilish kerak, juda ham ko'p depozit qilish kerak va o'yin o'ynash kerak jigarlar. Chunki urunni ko'tarishning yo'li faqatgina o'yin do'stlar. Mana e'tibor bersalaringiz, mana yerda Y degan joyi bor. Mana shu o'yinlari bor jigarlar. Faqatgina mana shu o'yinlarni o'ynasak, mana bu yerda o'z оборот ko'rsatiladi. O'ynasak bo'ldi. Biz yutqizamizmi, yutamizmi, farqi yo'q jigarlar. Bizda bu saytda оборот aynalsa bo'ldi. O'shani hisobiga bizga urunimiz ko'tariladi jigarlar. Hozir men mana так что $5 o'ynalsa, ikkinchi o'ringa o'tar ekanda. Agar $5 keyin ikkinchi o'ringa o'tsak, $50 bo'lsa kerak. Bitta nol qo'shiladi-da menimcha. $50 o'ynalsa, o'sha 3-o'ringa o'tib ketsa bo'ladi. Xuddi shunday davom ettirsak bo'ladi. Bu ham shu aytganimdek, shu Pik King saytlariga o'xshagan saytda. Pul chiqarish joyi, eng asosiysi pul chiqarish jigarlar bu yerda. Nimaga desalaringiz, men oldin ham tavsiya qilganman dedim. Chunki bu saytda oldin tavsiya qilganimda men pul chiqara olmagan edim va o'sha zahoti to'xtatgan edim bu saytda videorolik qilishdi
nimani to'xtatgan edim harakat qilishni. Sizlarga tavsiya ham qilmagan edim jigarlar. Endi bemalol qo'rqmasdan tavsiya qilaman, chunki mana bu Vivot degan joyga kirsalaringiz, mana Vivot degan joyga kiramiz, e'tibor beringizlar. Mana bu yerga nima deb yozib qo'yibdi? BNB Smart Chain Web 20 deb yozib qo'yibdi jigarlar. Bu degani biz USD-20 emas, USD Web 20, ya'ni boshqa adresni yozishimiz kerak ekan, boshqa USD adresni yozib chiqarishimiz kerak ekan do'stlar. Так что mana eng pastiga e'tibor beringizlar, mana men yaqinda pul chiqarganman 2-mayda do'stlar, 05/2025. E'tibor beringizlar, дальше завершено degan $5 pul chiqarganman. 05 sent komissiya olgan, mana yozib qo'yibdi komissiyani. Meni kashlovimga $5 to'shni tushib kelgan. Hozir payer kashlovimga kirib ko'rsataman jigarlar. Qaysi adresga chiqarish kerak, chekni ham bir yo'la ko'rib olasizlar. Mana jigarlar, men payer kashlovimga kirdim. Endi bu yerda diqqat bilan e'tibor berib turingizlar. Mana bu USD ga kiramiz do'stlar, dollarga пополнение balans. O'shani ustiga bossak, bu yerda bizda ikkita adres chiqadi. Bu ikkita adresni balandagisiga pul chiqarishimiz kerak jigarlar. O'shanda pul kashlovimizga tushib keladi. Mana balanddagisi YRK20 adres jigarlar. Men shu adresga pul chiqardim, tushib keldi. Mana bu pastdagi adresga chiqasalaringiz pul chiqmaydi-da jigarlar. Shuning uchun mana bu birinchi adresga chiqarish kerak, ya'ni vash YRK20 adres. Shunga pul chiqarish kerak. Endi hozir chekni ko'ramiz do'stlar. Istoriyaga kiramiz va chekni ko'ramiz. Istoriyaga kirdim. Tak, 2-mayda ko'ramiz endi. 5-may, 2-may. Mana do'stlar, e'tibor beringizlar, 2-mayda tak, 2-mayda 2 marta pul tushgan ekan. Tak, что mana birinchisida mana e'tibor beringizlar. BNBni belgisi turibdi. Ichiga kirsak, tak, qaysi saytdan kelganligi ko'rsatilmaydi ekan, lekin e'tibor beringizlar, 5.5 tushib kelganmi? Даже komissiya ham olmabdi jigarlar mendan. Hayronman. Komissiya olish kerak edi 5 sent, lekin komissiya olmagan mendan. Даже 5.05 sent tushib kelgan. Toshni tushib kelgan jigarlar. Vash konkretni degani bu degani jigarlar. Shundan bilib olaveramiz dahshatligini. Короче do'stlar, gazini bosamiz. Payer kashlovdan chiqib saytga kiramiz endi. Saytdan ham xuddi shunday chiqargan edim. Lekin komissiya olmabdi jigarlar, qarangizlar. Lekin mana bu yerga komissiya yozib qo'yibdi. Komissiya za tranzaksiya 0.5 sent yozib qo'yibdi jigarlar. Olish kerak edi, nimagadir olmabdi. Вообще ajoyib, super desak ham bo'ladi. Jigarlar, ko'rdilaringiz, barcha ma'lumotlarni berdim. Shunga qarab gazni bosaveramiz jigarlar. Tak, bu yerda yana nimalari bor? Boshqa hech narsa yo'q. Qiziq narsasi yo'q boshqa, shuning uchun boshqa joylarni tushuntirib o'tirmayman. Pul chiqarishni aytdim. Mabodo depozit qilmoqchi bo'lsalaringiz, mana albatta urun ko'tarib ishlayman desalaringiz, depozit qilish kerak albatta. Bu yerga ham do'stlar Web 20 degan. Web 20si ham xuddi shu do'stlar. Bunga ham shu boyagi nimaga o'xshagan tashlash kerak jigarlar. Вы можете внести депозит USD в сети BNB Chain, Ethereum и Tron debdi. Tak. Bu degani endi to'shni tushunmadim, lekin USD ni albatta shu boya ko'rsatgan adresga o'xshatib Web 20 nimaga aylantirib turib, bemalol depozit qilsak bo'laversa kerak menimcha. Lekin bu yerda nima yozilmaganda, USD-20. O'shandaqa pulni tashab bo'lmaydi menimcha. Faqatgina Web 20, YRK20 shunaqa nimalar tashlasak bo'lsa kerak. Depozit qilsam, kak pul chiqarishga o'xshagan bo'ladi jigarlar. O'shandaqa pulni tashlash kerak bu yerga. Так что nima deyman jigarlar, shu pul tashlash uchun menimcha xuddi shu pul qanday pul chiqargan bo'lsak, masalanda mana bu yerga e'tibor beringizlar hozir. E'tibor beringizlar, bosh menyuga o'tamiz va qarangizlar, mana bu nimada turibdi jigarlar hozir. Пополнить balans. Ya'ni mana bunaqa pulni tashlash kerak-da. Vash YRK20. Shu balansda pul bo'lish kerak, o'shani tashlash kerak jigarlar. Так что shunaqa gaplar.
Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Endi ko'pchilik tushunmaydiganlar uchun ma'lumot berdim-da, to'g'rirog'i do'stlar. Chunki meni kanalimda ko'pchilik ancha-muncha narsani tushunib qolgan. Faqatgina yangi odamlar uchun bu просто так ma'lumot edi do'stlar. Hammaga omad, gazni bosamiz. O'zlaringiz ko'rdilaringiz, pul chiqarganman, pul to'lagan sayt, hammasi joyida. Просто так gazni bosish qoldi, tamom. Hammaga omad do'stlar, sog' bo'linglar.